6. qism. İşlar şundaq qarar tepib, Fatima bilan eri 4 yoshlik Faridani uxlab yotgan yerdan ko'tiribla ep ketdi. Mavluda yig'lab to'kilib yurib, uning kiyim-kechaklarini, amroq o'yinchiqlarini, chiroyli oyoqlarini bir sumkaga qachilab, Fatimaning eriga tutqizib qo'ydi. Fatima va eri uningga qayt rahmat, tashakkurlarni aytib, yenish-yenishlab, kayniga qarab, minnatdorlik hissiyotini ifodalab, hatto 20 qadamcha yiroqlab olibmi, yana kayniga burilib, cho'nqur ta'zim qilib, chin qalbidan urg'ib chiqqan minnatdorlikni ifodalagandan keyin uzoq ketishdi. Mavluda balını ota-onasiga topshirib yo'lga sep bo'lgandan keyin eshikni taqab hujrasiga kirdi va o'zini karavotga tashlab bahmu uzoq yig'ladi. Kichik Faridadan ayrilib qolish uningga butun dunyodan ayrilib qolgandek g'eriblik tuyg'usi baxsh etgan bo'lsa-mu, chidab turib uni ota-onasiga qaytarib bermasi bo'lmaydi. Berib etgan ekan, hamda chidish kerak. Balının kelgüsünün yaxşı bo'lishini, baxtini ve aman esenligini tilishi kerak. Elimi yaxshi ularning aniq adresini so'rab olib, kimligiga qarab turib, hamma uchurlarini xotirlab oldi. Ozroq vaqtdan keyin berib, balını ko'rib, yanada necha kun turib kelsa bo'ladi. Ularmi balını elib, Mavludani yo'qlab keladiganga va'da berdi. Demak, bu ayrılış мәңгүлік bo'lmaydi. Ular yana ko'rishidi, izdishib, berish-kelish qilib turadi. Shuning o'zi yetarli emasmi? Shu xiyollar bilan zidalangan ko'ngliga tasalli berib, yolg'izligiga ko'nish uchun o'ziga g'ayrat tilavatgan Mavluda birdilla qo'sig'ining oshqanligini his qildi. U ustal soatiga qarab, vaqtning allaqachon kech soat 12 dan oshqanligini bildi. Uningga azroq bir narsa qilib yeyishni yetishmi xushyoqmadi. Shu xilda to'risga qarab yetib, qachonlardadir ko'zi ilinishgandek bo'lib edi, xuddi tushidagidekla ishik chekildi. U o'ngimmi, tushimmi deganni ilg'i qilolmay, ko'zni ocholmay yotganida qo'liqiga kichik Faridaning yig'isi anglandi-da, cho'chib, ko'zni echib, chachirab, o'rnidan turib, qushqandek berib, eshikni ochdi. Eshik oldida haqiqatan kechga yaqin balini elib ketib qolgan Fatima bilan eri yig'lab yiqib ketgan Faridani ko'tirib, bechoralarcha shumshuyib turishadi. Ishning ichilib, Mavludaning paydo bo'lganini ko'rgan kichik Farida o'zini uning quchqog'iga etib, bo'ynidan quchoqlaganicha esadab yig'lab ketdi. Fatima va eri kichik Faridani ilib yurtiga ketgandan keyinmi, bolaning hadisa Mavludani izlab yig'lab, qag'ishlik qilaverishi bilan beshi qatgan xotinlar amalsiz bolani ilib pat-pat shaharga qatraydigan bo'lishdi. Balının yığısı, apsını izlab, yemay-içmay yig'lab yetib-elishi, ba'zida o'yinchoq eyiqini quchoqlab, ishik to'ridan kirgilib olmay o'ltirib-elishi, ularning ol kunining nacharroq bo'lishi bilan hisoblashmayotdi. Bara-bara erining qapiga echilmaydigan bo'ldi. Shaharga berib, balani Mavluda bilan ko'rishtirib kelish uchun chiqim qiladigan kira pulini bermaydigan, shaharga boradiganning kepi chiqsa, kullab urushadigan bo'lib qoldi. Ochiqig'i paylamagan Fatima jidalning sababini kichik Faridadan ko'rib, uni bakla qattiq urib etdi. U opsidan tayoq yeb ko'ngli og'rigan kichik Farida yarim kechida o'rnidan turib, eyiq qo'nchig'ini so'rgunicha uydan chiqib ketdi va hech yerdan iz derki bo'lmay, hammaylarni bir hafta parakanda qoldi. Fatimala paloqlab berib, balini Mavludadan so'rab, Mavluda, "Men balani sizlarga topshirgan. Yo'qab ketsa, meni izlab kelamsizlar?" deb jidallashib, talash-tatish qilg'ach, taraf-tarafdan bola izlab yurgan kunlarda balani saqchilar ep kelib, ularga topshirib berdi.
hamda uni odam bediklarining qo'lidan qutuldirib olganligini aytib, hammaylarni qo'rqitib etdi. Shuningdan keyin bola Mavludani izlab yig'lasa urmadi, tillamadi. Amalning boricha shaharga opirib, uning bilan ko'rishtirdi. Eri pul bagli, hatto shaharga bog'liq qo'ymavdi. Fatima ajrishiman deb turib olib, uning beshini o'choq atdi. Bu yoshga kelganda Fatimadan ajrashsa, uningdek birsini olalamdi. Yillardan beri bir uyda yashab, uningga mehri tushib qolgan tursa, endi o'zini tashlab ketsa, yolg'iz turmushda qandoq yashaydi? Ayolining hamma shartini o'rinlashdan boshqa amali qolmagan yo'qsizlik ustiga qo'shilgan behuda chiqimlarga levini tishlab chidab bir yilni o'tkazdi. Bu jarayonda shaharga berib kelib yurib, Mavludaga o'xshash biror ishning peshini tutishni o'ylab qolgan Fatima bu xiyolni yeriga aytdi. Bari yo'qi necha mo yer bilan o'nrab o'rlib tushayli deb qolgan eski uyga foydalanmadimi va yoki shaharga berib biror ishni aplashtira olmay qilishdan voyim yedimi, ish qilib eri unimay turib oldi. Uni gapga ko'ndirolmagan Fatima Faridani yana bir opsi Mavluda bilan ko'rishtirgida elib qolgan bir kuni qaytib kelmayli qo'ydi va bir haftagacha shu yerda turib qoldi. Eriga hech qanday uchirma bermadi. Ansirab izdabmi qo'ymadi. Fatima bu yoqda Mavludadan ko'ktat va mevi-chevi yaymachiligini o'rganish bilan avori yurganda, eri uni shaharda boshqa birini tepib olgan gap. Endi men bilan birga o'tmaydigan o'xshaydi deb o'ylab xato tushunib qolgan edi. U odam Fatimani tepib hisoblashib, o'tirdiki ayolligini yuziga etib, uning ko'tiga tepib qaytarib kelishni planlab, Mavludaning uyiga kelganda, ikki ayol bir kunlik bozordan tushgan pullarni sanab, foydasi av, dasmoyisi mavu deb ayrishib, kulishib o'tirishgan edi. Ayolining eri qo'ymisimi qilaman deganini qilib, bir yerga apog'inni ko'rgan eliqi odam yuvoshlik bilan Fatimaga bo'yin egib, sahrodagi uyining eshigini taqab, yerini sug'urib, o'tab, o'sulini yig'ib qo'yadigan, uning hisobiga kuzda falon pokun pul beradigan bo'lishib, bir qo'shnisiga topshirib qo'yib, shaharga keldi. Uninggacha ijara uy tepib, uyga keraklik ancha-muncha narsalarning qimini qilg'ashtirgan Fatima ernimi tijoratiga so'rab kirib, Mavluda va Fatimadan iborat ikki oila ham tuqqan, ham yaqin do'st, ham tijoratdagi hamkorlashuvchilardan bo'lib qoldi. Yil o'rilib, Farida 6 yoshga kirganda boshlang'ich maktabning tayyorlik sinifiga o'qishga kiradigan bo'lib qoldi. Noposi allaqachon Fatimaning sahrodagi nopos tavalligiga yo'tkab bo'lingan bolani shahardagi maktabda o'qitish imkoniyati bo'lmadi. Oila bo'yicha qaytib ketayli desa, bir o'pdan yurishib, pul tepib turgan tijoratiga tatishdi. Shuning bilan Fatima bolani elib sahroga ketib, yer terib, mol beqib, shaharda yiqqan bir qism pulini sarf qilib, mahallasida turmush buyumlari do'koni ochib oldi. Eri shahardagi ijara uyida qilib, Mavluda bilan Fatima boshlab bergan tijoratni davomlashtirib mengayverdi. Bu mezgilda Mavluda to'y qildi. Tijorat davomida tunishgan, nurg'un ishlarda bir-biriga yordam berishib, do'stona o'tgan, bir qitim to'y qilib ajrashib ketgan, mijozi yaxshi bir yigit bilan rizqini qo'shishga ma'qullik berib, Fatima va eri qatorliq do'stlarining baxt tilishi ostida oddiy sodda ko'ngilli to'y murosimidan keyin ko'yimchan bir erning omroq ayoliga aylandi. Biroq yaxshi kunlar uzoqqa bormadi. Mavludaning hech qanday urug'-tuqqini, berish kelish qilib o'tadigan ko'pmi do'stlari yo'qligini payqagan tuyuqsiz uningdan gumonlanib, buningdan ayolining burunqi ishlarini ko'chalab surishtirishga boshladi. Paxta ichida cho'q saqlig'ili bo'lmagandek, uning ilgirki iffat so'disi qilib yurgandagi ishlari birining kaynidan biri cho'g'ilib chiqib, erning xotirjam ko'nglini parakanda qildi va baxt bo'sug'isidan amdila atlagan bu yangi oilani po'zdirdi.
Mavluda yig'lab qaqshidi, yelinib yalvordi. O'tmishga esil velishning o'rni yo'q ekanligini tushuntirib, xeyli harash tatdi. Biroq ko'ngli qatgan erning moyilligidan chetda qoldi. Eri uni o'tmishini yo'shirib, meni oldida pokiza yashab baxmagan bir ayol turib, mening turmushimga kirib, nasabimni bulg'inmoqchi bo'ldi deb og'rinib oldi. Shuningdan keyingi ishlar orzuga baxmadi. Hayot rahimsiz kelib, uni aron tasdi ko'ngil berib bog'langan eridan ayirib etdi. Shuningdan keyin u bir mazgil tushkunlashdi. Biroq o'tmishi bilan hozirini silishtirib o'ylab, hech kimdan og'rinqilib bo'lmaydiganligini, bütün ishlarning ilgari o'zi besib o'tgan ishlar sababidan bo'lganligini tonib ketdi hamda tezla o'zini o'ngshab, tijoratini jonlantirish uchun boshqadan g'ayratga keldi. Aradan xeyli yillar o'tganda uning o'zi igidorchilik qiladigan, ijara to'limisimi bo'ladigan bir yurish uyi, tamlik uy lag'mini bilan cho'chiri chiqaradigan, chiqargan tamoqlari hammaning og'ziga tetadigan kichik bir oshxonasi bor bo'ldi. Burunqidek ozg'ini pul xajlash uchunmi necha qitim o'ylanmaydigan. O'zi topganni o'zi bemalol xarajat qiladigan bo'ldi. Bu yillarda kichik Farida 12 yoshga kirib, yil atlasla boshlang'ich maktab bilan qo'shilishdiganning maslahati pishib qoldi. Fatima mo qo'rsoq ko'tarib, budruq bir jup qo'shkezak o'g'illik bo'ldi. O'g'illar tug'ilgandan keyin Fatimaning eri Faridaga burunqidek yaxshi muomala qilmay qo'ydi. Ilgari qizim deb erkalatgan bo'lsa, mana endi qizim degan so'z uning og'zidan oy yillarda bir qitim chiqmaydigan, aksicha o'g'illari bu odamning quchog'idan tushmaydigan bo'ldi. Farqliq qilinayotgan muomala oldida kichik Faridaning axlatga tashlab etilish, beqib elinish, oilaga qaytarib kelinish va beqib olgan opsi Mavludaning yanada turolmay, ko'nglining bir yerlari uningga tortishishdan iborat g'oyiviy kamtuklikning azobi o'zini ko'zitishga boshladi. Eg'iz ko'p bo'lgan yerda gap so'zmi tabiiy ko'p bo'ladi. Ular bir yerga kelsa, tijoratning tugisa turmushning tugisa o'tmishning bo'lib, turlik tuman paranglab olinadi. Shu jarayonda Farida ota-onalarining o'tmish haqida deyishgan bir talay paranglarni anglab cho'ng bo'ldi. Ba'zida oshkora, ba'zida yoshirin qilishgan u gaplar kichik Faridaning yengida saqlanib qoldi. U Fatima opasining o'zini tug'ilgandala axlat to'ng'iga tashlab etganligini ikki opasi uxlamay paranglashib chiqqan necha kechalarda uyqusiz yetib anglab qolgan edi. Shuningdan keyingi mezgilda u hamma ishlarni taglab tushunishga urindi. Ikki opasining beshi bir yerga kelsila diqqatini shu tarafga oqtirdi. Cho'ng bo'lish davomida anglaganlari davomida qalbi zedalandi. Mana endi dadasi o'zini chetga qoqqala turib edi, hamma ishlarning azobi bir bo'lib, uning qalbiga dog' bo'lib qo'yildi. U tezroq ta'til bo'lishdi. Har ta'tildikiga o'xshash Mavluda opasining yeniga ketishdi. Mavluda opasining amrohligidan, muhabbatidan yolg'iz bahrlanishni orzu qiladi. Mavludaning bag'rida u xushal yayrayolaydi, erkilalaydi. Deginini qilib, xolig'inicha o'ynayolaydi. Yegisi kelganni yeb, bog'isi kelgan yerga berib, erki turmushini malikalardek o'tkazadi. Shu sababdan Mavluda opasining yeniga qaytishga oralli turadi. Uning Mavluda opasining yeniga ketishi dadasini xushal qiladi. Fatima opasi xapimu xushmu bo'lmaydi. Faqat Mavludaning qizining holdan xabar elishib berganidan mamnun edi. Texi ta'tilmi bo'lmagan bir chaqda Farida tuyuqsiz maktabdan qochgan peti Mavludaning yeniga kelib olib, sahrodagi uyiga bog'lab unmay turib oldi. Qandoqla nasihat qilgan bilanmi, nemali deb xizmat ishlagan bilanmi, ketgili unmay, Fatima opamning yeniga bormayman. Mush yerda turmasam, boshqa yerga ketaman, deb saranglab qilib, dum yetib yig'lab turib oldi. So'rasa sababini hech kimga topmadi-yu, ochliq e'lon qilib bir yetib olgancha Fatima kasimu, dadasi kasimu
kent mudiri va boshqa kadr yo'ldoshlar kelsimi bog'ili unmay qo'ydi. Aldab elib chiqib ketmoqchi bo'lishganida yerim yo'lda mashinadan tushib olgan peti o'rmonliqqa yoshirinib olib, qoq bir kun istiga soldi. Shuningdan keyinmi yana Fatima opasining uyiga bormadi. Yettinchi qism. Fatima ayollar Faridaning jafosini to'liq tatib ketgandan keyin eri uning yana bu bolani deb sahbari bo'lib yurishini xohlamadi. Ochchig'iga faqatla hay beralmagan bir kuni Fatimani necha tasdak urib atdi. Qizingni deb bu uyni uyga o'xshatmading. Uydagi ikki bola bilan qaring olmadi. Hadisi kaynidan chapqining uchiloq, o'sini opsida ko'rdimi? Ha? Yavaşlıkça bu uyda tursan tur. Bomuz xetineli kızının yanına ketkidava. İki balını üzen bakınma. Bu yada balalarım bağ dep izlep kelgüçünma. İlgiri oğulları tug'ilmaganda Fatima ajrashiman desa eri unumaydi. Mana endi yeshinin bir yaga berib qolganiga, beli mukchiyib, choch soqollarining oqirib ketganiga qaramay, bu odam ajrashish jadalini qiladi-yu, hozirga kelganda ikki o'g'liga chidamaydigan Fatima ajrashqada unumaydi. U yerdagi bir bolni deb oilani bo'lsa, bu yerda ikki bola yetim bo'ladi. Bu tanqisliqlar ichida Faridadan ko'ngli so'lg'an, uning bangboshligidan g'azablangan Fatima oxiri qizini royiga qo'yib Mavludaga topshirdi. Mavludamu Faridaning yeniga qaytib kelganidan o'ziga burunqidag'la amroq qiz bo'lganidan xushal edi. U ona bolaning amroqligiga gap to'g'ri kelmaydi. Qizining o'qish masalasiga ko'ngil bilishni o'ylab baxmagan Fatima hamma ishni uning yana bir opasiga tashlab qo'ydi. Mavluda yo'l mengib yurib, Ma'arif idorasi va munosabatlik o'rinlarning tasdiqiga erishgandan keyin uning o'qishini yezidan shaharga yo'tkadi. Buning bilan xushliqda qin-qiniga patmay qolgan Farida endi Fatima opasining uyiga bormaydiganligidan olamcha shodlanib ketdi. Mavluda bu holdan hayron edi. Ammo qandoqli so'rasimi, qiz faqat "Sizning yoningizda turg'im ba, Fatima opamning uyini yoqtirmayman" deb turib oldi. Farida qaytib kelib, ikkinchi iyida Mavluda tuyuqsiz uning odat ko'rganligini payqadi. Qiz opasidan uyulib, bu ishni uningdan yoshirishga tirishdi. Biroq sezgur ona bu ishni bilib qoldi. Qizni xijil qilmaslik uchun u yoshirib qo'ygan kirlikni joyida qo'ydi. So'ramadi, hech nima demadi. Faqat kerak bo'ladigan narsalarni akirib, o'jirsida qo'yib qo'ydi. Biroq Mavludaning ko'ngli sal oromsizlandi. Chunki odatdagi ahvolda amdi texi 12 yoshga kirgan go'dak bir qiz buncha baldur odat ko'rishga boshlamaydi. Mavluda doim o'zidan ko'ktat setib oladigan bir sestradan so'rab beqish orqali maktablardagi eg'ir tantarbiya darsi, qiz o'g'il deb ayirib o'ltirmay qatnashtiradigan yara beg'irlash, yiroq sakrash, to'rnik tatish qatorliq qiyinlik darajasi yuqori ham ostinqi badanga kuch besimi bo'ladigan harakatlarni ishlash tufaylidan hozirgi qizlarning baldur odat ko'rdiganligini, eg'ir narsalarni ko'tarish, to'la yiqilib ketish, to'yuqsiz bir narsadan qattiq qo'rqib ketish qatorliqlarning baldur odat ko'rishga sabab bo'ladiganligini bildi. Shuningdan keyin u andishalarni ko'nglidan saqit qilib, qizining har oylik odat vaqtiga to'g'ri muomala qiladigan, ko'ngil bo'ladigan, yetaklaydigan bo'ldi. Qizdagi kayfiyat turoqsizlashish, odat ko'zlar yolg'iz bekinib olib, yig'lash alomatlarini sestra aytib berganiga o'xshash qo'rqib ketish deb tushundi. Ham shundoq chog'larda qizga ko'proq hamroh bo'ldi. Farida boshlang'ich maktabni bitirib, to'liqsiz o'rta maktabga chiqqanda naqshi aytish, usul o'ynash jihatiga qobiliyati Mavludani qavatli xush qildi. U o'z yenidan pul chiqarib, qizni usul kurslarga, naqshi darsliklarga qatnashtirdi. Ko'p jihatdan tang yetaklash uchun modellikni o'rgatdi. Jafoliq mashq qilish davomida u o'rganganlarini puxta egallab, har xil faoliyat ham musobaqalarga qatnashib, maktab va jamiyatda xeyli ko'zga ko'rinib qoldi.
Qiz o'zining orzulariga yaqinlashganligidan xushal edi. Mavluda bo'lsa, uning o'ziga hamroh bo'layotganiga, bora-bora pishib yetilishib, texmi qobiliyatli bo'layotganiga xushal edi. To'liqsiz o'tirini bitirib, to'liq o'tirg'i o'rlagandan keyin uningga fursatlar texmi ko'p bo'ldi. Arqa-arqadan nurg'un faoliyatlarga qatnashib, ko'p shon-sharaflarni qo'lga keltirdi. Televiziyada ko'rsatiladigan yoshlar bayramlik san'at kechaligiga numur qatnashtirish sharafiga erishib, hayotidagi tunji ekran qadamini bosdi. Shuningdan keyin u texmi dadil ilgirladi. Kundalik darslarni yaxshi o'zlashtirishdan boshqa o'z qiziqishlarini texmi kamolat topqizdi ham birdan vaqti bo'lsa til o'rgandi. U har ishi, har qadamida Mavludaning ajrining zoya ketmaganligini yaxshi natijalari orqali izohlab, opasining va maktabining umidini oqlab kelyotdi. U qo'lga keltirgan barliq natijalarni xushallik bilan Mavludaga tegdi. Mavluda uningdan ortiq xushal bo'ladi ham qizidan faxrlanadi. Ikkalan bonimi yo'qnimi tang ko'rib, xushliqiga birga kulib, qayg'usiga tang yig'lab, bir-biriga hamdam bo'lib o'tadi-yu, Fatima opasi bilan o'zining o'rtasida osmon zamin orasidek bahmi cho'ng bir bo'shliq borligini his qiladi. Qiz san'at jihatiga talantini Fatima opasiga desa, u tushunmaydi. Desa, naqshi aytib usul o'ynay olganga nima bo'ladi ekan? Qo'saq to'yamdi ekan? Ya usulni kiyim qilib kiyib, qishda to'nglamay yurgilib bo'lamdi ekan? Uşaq ishlarni qo'yib, darsingni yaxshi o'qishni bil. Maktabsini bek-beka qo'yib, zeriktirib qo'ygan bo'lsa, o'qimasangmi bo'ladi. Bu yerga qaytib kelib, etiz ishlarga yordamlash. deydi. Har xil faoliyatlarda qo'lga keltirgan natijalarni ko'rsatib xushallansa, bolalarni mushu maktablar buzib yetib boradi-chumi? Nima qiladi bir obdan bolani o'qitib, bilim o'rgatmay? Eli naqshi aytqili, eli usul o'ynag'ili sil. Can beqishning yo'llarini o'rgatamisa, o'yinga kelib bekorlab qo'ysa bo'ladi. O'yning etizing ishlarga yetishib bo'lmay turganda bizga mi obdallik xushyoqatdi. deydi. Faridaning o'tda qizg'inligi, o'zini beg'ishlash ruhidagi tirishchanligi Fatima opasining oshundoq so'g'uq suvlari bilan pat-pat ma'yuslanib turadigan bo'lib qolgandan keyin u ishlarni faqat Mavluda opasiga deydigan, Fatima opasiga hech nima demaydigan, hatto ko'rishkisimi kelmaydigan bo'lib qolgan edi. Ikkalarning orasi oshundoq so'g'uqlashib qoladigan bo'lgandan keyin texmi yiroqlashib, bora-bora bir-birini izlamaydigan, ko'rishsimi chiqisholmaydigan, to'la gap talishib qoladigan bo'lib qoldi. U to'liq o'tirg'i chiqqandan boshlab Fatimaning eri og'riqchan bo'lib qolib, uyining etiz ishlarining, do'konining ham bolalarining ishlariga yetishib bo'lmaganlikdan Faridani izlamaslik bo'lib ketdi. Faridami uning izdab avara qilmaganidan gaplariga, ishlarga qo'pollik bilan aralashib, "Dislar, yenimga qaytib kelib, uyning etizning ishlariga yordamlash" demaganidan xushal edi. Shu yillarda qizning opasi boshqa bo'lib ketdi. Gerçi Mavluda uning bequvag'in opasi bo'lsa-mu, qizga o'z opasi Fatimadan bakrak yaqin turadi. Hech nimadan boshqa yillardan buyon qizning butun chiqimlari Mavludadan bo'lib, o'qish puli, kitob daftarlari, kiyim-kechaklari, turmush xarajidan tatib, hammani o'zi yolg'iz ustiga oldi. Fatimadan hech nima, hatto bir pungi chog'liq pul so'ramadi. Faridamu Mavludaga eg'irni salmaslik uchun turmushda tejashlik, iqtisodchil, roish edi. Bo'yi o'sib, kiyimlari kichik kelib qolmasala, ko'ni kiyimlarini qayta yuyib, yirtilsa yamab, chirib yamasa turmaydigan bo'lib ketkichi kiyatdi. Fatima opasi yeniga opera bilishning jidilini qilmasala, Mavluda opasi bilan birga tura oladigan ish bo'lsa, u qancha qo'rgul o'ssimi bardoshlik beradi. Yil keyindan yil o'zab, Farida oliy maktabga mang'adigan bo'ldi. U o'z orzusi bo'yicha a'lo natija bilan Shanxay teatr sho'yaniga o'tgan bo'lib, o'qish bo'limi xeyli qimmat edi.
o'zi orzu qilgan oliy maktabga o'tganligidan cheksiz shatlangan qizni o'qish puli, tamoq, yotoq pulining qimmatligi gangirtib qo'ydi. Mavludamo shuncha pulni o'zi yolg'iz cho'g'lab qilishga ko'z yetmay, Fatimaga telefon berdi va uni vaqt yetsa, mushu necha kun ichida bir kelib ketishga chaqirdi. Xiyolida Mavluda meni ilgirkidekla mehmon bo'lishga chaqirdi deb o'ylab qolgan Fatima kesalchan eri bilan ikki bolasini elib shaharga Mavludaning uyiga keldi. Mavluda maqsadni o'tirg'a qo'yib, Faridaning o'qish pulini qanday hamlashning gapini chiqarib qo'g'icha erning chiroyi o'ngdi. Jih yegan koladak pushuldab to'siqlig'icha taloqqa chiqib ketdi. Bu odamning qiliqidilla qizning o'qish pulini hamlashib bermaydiganligini tushungan Fatima yanala eri tarafda turishni tanladi. Farida bu yillarda sizning yaningizda turdi. Sizga hamroh bo'lib, sizga yordamlashdi. Sizga bola bo'lib, sizni apa deb kunib ketdi. Men yenimga apirib olay desam unimidi. Qo'limga qo'l, putimga put bo'ladigan mezgilda izchil siz bilan birga turdi. Oyda yilda bir qitim izlab turgan bo'lsimi bir nuri. Hozir bu bolaning yodiga kelmas bo'lib ketdim. Men buning opsimi, emasmi, bizdan boshqalar bilmaydi texi. Asli sizga bir patman chiqim selib, o'zim yetkicha jafo tortib uncha vala o'qib ketmagan bo'lsimi bo'ladi. Yeshi bir yeg berib xeyli ishga yarg'idek bo'lib qoldi emasmi? Oshxonada turib sizga yordamlashgan bo'lsimi, mening yenimga ketib etiz erixning do'konning ishlariga qarashgan bo'lsimi, yana davomlashatdi turmush degan. To'y qilish yeshig'im yetib qoldi. Loyig'ida bir hakim chiqsa beshin o'ngshab qo'yib burchimizni ado qilib olgan bo'lsaqmi, yana bo'ladi. Men yilimi shu umid tuturman qarang. Amdi o'qish puliga kelsak, bizda unchalik ko'p pul yo'q. Pul bo'lgan taqdirdami, hammani to'y qilib xalqning uyiga ketadigan bir qiz bolaga sarf qilib o'qitib, ming mushaqqat topgan pulning beshiga suv qo'ydigan ishqa dadasi hargiz unmaydi. Men muxolif ketmayman. Shunga mening fikrim, amdi yana o'qiyman deb yurmisun. Yezig ketaman desa ip ketaman. Bu yerda qolaman desa yana oldingizda qoladi. Atuguncha to'yini qiladigan bo'lganda chaqirsangiz kelib darqamda turib odamgarchilik qilamiz. Har qancha o'qib ketgan bilanmi bizdek sahroliklarning bolalari kadr bo'lib, falon pokun yerlarda ishlab bo'lmaydi qarang. 5 tag'ar jafo tortib, yiliga necha ot keladigan pullarni xashlab o'qitib qo'ygan bilan qiz bola degan baribir xalqning odami. Pul bermagan taqdirdami Fatimadan bundoq gap chiqishini kutmagan Farida shu yerda pang'ada yig'lab ketdi. Uningga qarab Mavludaning yuragi echishdi. Qiziga tasalli berish uchun amdi eg'iz echishiga Fatima yana so'zlab ketdi. Qarang singlim, bu qiz bolani asli siz yomon o'gitib qo'ygan. Ayni chaqda mening yenimdan bu uyga kelib olgandimi, u degan sening opang yenida turmay nada turatding deb ikki eg'iz haq gap qilgan bo'lsangiz, ip ketay deb shuncha kelib ketib avar bo'lib ketganlarimda chiroyli nasihat qilib ko'ndirgan bo'lsangiz, mendan uncha vala yatlashib ketmaydi. O'g'il bo'pti mayli. Hozirga kelganda yana siz uning ko'ziga qarab mishida birinchi yig'lab asli qo'rqib titrab uning gapini gap qilib, shuncha pulni to'lab turib uni o'qitmaydigansiz, Ish qilib menda pul yo'q. Yig'lisimi, qoqishsimi, unchalik pulni to'lab, yana oyda turmush xarajat avatib o'qitib bo'lmayman bu qizni. Eng yaxshisi yanada to'yini qilib bir aning peshin tutqizib, boshni saqaytayli. Yo'q, men to'y qilmayman. Pul bermasangizmi, bermang. Lekin Hilitilla meni erga berishni qo'ydi qog'odingiz nemisi? Siz mening opammi emasmi? Voy, mana o'tib teshib ona bolalikni qayta so'raydigan alg'a tushib qoldik-mi? Ko'rdingizmi Mavluda? Ko'rdingizmi? Sizning to'ypingiz bilan mening qizim amdi mendan sen mening opammi emasmi deb so'raydigan bo'lib ketibdi mana. Bu tuzkor maymoq. 10 oy 10 kun qo'saq ko'tirib, ming japada tug'ib qo'ymagan bo'lsam sen hozir nima deding? Nima deding sen? Kichkina manqi vaqtingda g'ing qilmaydigan shum amdi qanot quyruqlaring yetilib qoldimi? Menga gulagidek bo'ldingmi texi? Mavluda azaldan qattiqroq tegib boqmaydigan, asrab, avaylab, ko'ziga qarab, e'tiborlab cho'ng qilgan qiz Fatimaning bu muomalasidan dili azar yeb, teliqib ketdi. U yiqaqtab, yig'lab, nafas ololmay qilib edi. Bu holga chidamagan Mavluda yugurib berib qizni quchoqladi. Nim qilganimiz bu? Bolani qo'rqitib, ashunda qilish ketamdi. Chiroyli maslahatlasak bo'ladi-ku. Yani yan bising'a. Yani shuningga chapan yiping'a. Ay, uyda zada qaysinglar bola, qaysinglar opa? Çok ayol turib mushning sizg'an sizg'i bilan menga dekansiz,
Qandaq degan qoidasizlik bu? Sizning gapingiz o'tmasa, mening o'tidi. Mana men buning tuqqan apsi. Endi buyintavli qilganini men bir ko'ray. Fatima shundoq deb varqirgan peti kelibla qizning beligidan so'rab talog'ima. Bu qadar yo'lsizlik yuz berdi deb o'ylab baxmagan Mavluda Fatimaning qo'liga esilib, Faridani uning changilidan tatib oldi. Sakkizinchi qism. Tartın qulungizni. Nima haqqingiz bilan balani tatqushlab yurasiz? Apa deganmi sizdek bo'lamdi, ha? Sizdek bo'lamdi. Baqadigan chaqda yo'q, jafosini tatadigan chaqda yo'q, og'rib qolganda yo'q, o'qish pulini to'laydiganda yo'q. Endi boshquradigan chaqda bormisiz? Shuncha vaqtdan beri qoringizni ko'rsatmay, endi u yo'q, bu yo'q kelibla, mana men opasi deb ketishlaringizni qanday qilay? Siz zodi qanday qapa, ha? Bola degani tug'ib qo'yisli hisobmi? Ha? Unutib qolmang. Siz ayni chaqda opasi ekanligingizni unutib, bu bolani tug'ib 5 kun bo'lmasda ahli sandiqqa tashlab etgan. Ha? Mana men uni shu yerdan yondirib kelib beqib, mushunchalik cho'ng qildim. Men chig'imda taq etib chekib baxmadim. Sizning qo'l tekkizganga nima haqqingiz bor, ha? Qaysi huquqingiz bilan so'rab tatib yurasiz qizimni? Mavludaning o'ziga bundoq muomala qilishni o'ylab baxmagan Fatima ham cho'chidi, ham g'azablandi. Damonliqqa joyda dong etib turib qolib, saldan keyin esiga keldi va tishlarini o'chirlatib, jaloqlab titirganicha beshini qiyiqibla uydan chiqib ketdi. Shu ishdan keyin har ikkalan Fatimani izlamadi. Umu qizini yoki Mavludani izlamadi. Qizning o'qish pulini Mavluda o'z yenidan chiqarib, oltin jabduqlarini setib, pul g'amlab, yetmaganiga qarz elib yurib, ming jafodi cho'g'ladi. Bu jarayonda qancha jafot tassimi voysimadi. Faridaning o'qimayman deb qancha johillik qilganigimi unimadi. Toki o'qish pulini g'amlab, kartaga urib, ondan qizining qo'liga tutqizgandala, u deb yenikdan oldi. Faridani maktabga yo'lga silishdan 2 kun burun Mavluda Fatimaga telefon berib, qizning o'qishga mang'ilayotganligini, xolisi kelib, billa yo'lga sep qo'yishini aytdi. O'qimisimi bo'ladigan balani g'itilditib ishkirga yo'lga sep qo'ygacha jim qo'ysangiz bo'lmamda? Qiz bal degan erdi yaxshi, bo'lmas yadi yaxshi deb ekan ko'nila. Mushunchalik cheg'ida to'yini qilaversak, bak jahon ko'rib ish bilib qolgacha bir uy qilaversa, bizdan keyin qosimi jafo tatib qolmaydi. Nim qilasiz? Bir patman pulning beshiga suv qo'yib. Mavluda qizning o'qish orzusi borligini tushuntirib, san'at jihatiga talantini hozirgacha qo'lga keltirgan natijalarini izohlab, birdam so'zlagandan keyin Fatima yana uning gapini bo'ldi. Voy bo'pti, o'qitib olim qilib etasiz. Odamning gapini anglab baxmay o'zinglar chog'lagan petish qildi ekansizlar. Nim qilsanglar o'zinglar qilinglar. Mening endi karim yo'q. Tug'ib qo'ygan opam bor ekan desa, izlab kela. Bo'lmasa o'zing sho'ri. Meni undaq bosh-boshda qiz bola bergan pulimmi, deydigan gapimmi, keyindan mangdigan putummi yo'q. Nemancha bag'ir tashliq. Nemancha qattiqlik bu. Ana turib, ha? Mavludaning ezilib yig'lab ketganini ko'rgan Farida pushqandek kelib opisini quchoqladi va uni bezlab, yoshlarini surtib, o'zimi bir hazo yig'ladi. Bechora ona qizining bag'riga chaplashib, o'qildab yig'lab turib, shularni o'yladi. Oshuncha bag'ri tash bo'lmasa, shunchavala xuyi qattiq bo'lmasa, ayni yili amdili to'lgan mushtumchilik atlami go'sh bolani ahlatga tashlab yetarmidi. Oshundoq bir onadan onalik da'vosi qilib, mehr so'rab nima kapti? Shuncha tiligan mehr muhabbatdan bergini chog'liq qo'y. Qilgan dil azorlarga hayhat. Mangni qizi o'z bag'rini yerib tushgan qizi. Bu kamgacha to'ziq mehr bermabdiman deb bo'lsa-mu, o'ng ko'zda qarab qo'ysa, o'qishiga pul beranmagan holatdami chiroyli gaplarni qilib, onadak ikki eg'iz yaxshi tilaklar bilan quchoqlab, peshonasiga so'yib, yo'lga sep qo'ysa, pokkida tushib o'lib qolarmidi? Est, ay est. Kashki mushu qiz o'z vujudida to'rilib, to'ysiz bo'lsa-mu, dadasiz bo'lsa-mu, o'zining jismidan tamg'an bo'lsa,
bütün taalluqatliq o'z qizi bo'lgan bo'lsa, Fatima degan bu yuragi tosh cho'yindan tutilgan ayolni ikkinchilab izlamagan bo'lsa, ha? Munosabatlar qancha murakkab, yuz bergan ishlar qancha azobliq, hayot qancha adolatsiz bo'lgan taqdirdami turmushni davomlashtirmay bo'lmaydi. Fatimaning qilganlaridan bekla azar yegan ona bola ikkaylan dardini ichiga yutib, bir-birining ko'z yoshlarini surtib, tasalli berishib, keyingi qadamdagi ishlar uchun otlandi. Mavluda o'zi yolg'iz butun tayyorliklarni qilib, Faridani oliy maktabga o'zi yolg'iz yo'lga soldi. Qiz opsig'i ko'zi qiymay, daryo yoshlarni to'kdi. Ammo orzusi intayin parlaq bo'lgan kelgusi va utuq qozongandan keyin opsig'i ko'rsatmoqchi bo'lgan rohat farog'atlik yaxshi turmush plani uchun bu qadamni bosmasa rostilla bo'lmaydi. U yo'lga chiqadigan kuni qizning barliq ham andishisi Mavluda opsig'i. Uning o'zi yo'q chog'dagi turmushda qiynalib qilishlarda agib yuradi. Ammo Mavludaning ko'zlari kayinda bo'lib, Fatimani kep qolamdikin, eri ishikdan kirib qolamdikin, qizini uztib qo'yg'ili bo'lsa-mu, kichkina vaqt chiqaramdikin degan umid bilan yelidan yiliga to'rt atrofga alanglab qaraydi. Toki qiz poyizga chiqib joylashib, aynakdan beshini chiqarib, qo'lini pulanglatgan holda opsiga xo'sh degichimi Fatimaning qarisi ko'rinmagandan keyin Mavludaning oxiri umidi uzildi. Qizni ko'ngli yerim bo'lib qolmasin deb ammalba kulib turdi-yu, poyiz qo'zg'alib, bara-bara yiroqlab ketgandan keyin butun vujudi qiyon bo'lib tashdi. Oliy maktabda o'qigan 5 yil jarayonida Fatima na qizini, na Mavludani bir qitim telefon urib bo'lsa-mu yo'qlab qo'yishga yaramadi. Bu yillarda Mavludaga bo'lgan iqtisodiy va jismoniy besim oz bo'lmadi. Tapqan targanlarni Farida uchun yig'di, yemay, kiymay Faridaga avatdi, tinim tapmay Faridani deb ishladi, kech-kunduz Faridaning g'amini yedi. Shundaq bo'g'iniga yarasha qizmu behla tirishib o'qib, o'z kasbiga aloqador bilimlarni puxta egilib, 1 minutni qo'ldan bermay ilgirladi. Oliy maktabning 2-yilligidan boshlab televiziya teatrlarida qo'shimcha rollarni elib, mashina yarmankasida mashina modeli bo'lib, chiroyli taqdirqo'ga tayinib, har xil jurnallar va kiyim-kechaklarning tashviqoti uchun moda rasmlarga tushib, bir tarafdan aktyorlik va modellik sohasiga qarab yurish qilsa, yana bir tarafdan iqtisodiy jihatdan kirim qilib, opasining iqtisodiy yukini yengillatdi. U da bir necha televiziya teatrida qo'shimcha rollarni olgandan keyin bara-bara ko'zga ko'rindi. Uni izlab rolga taklif qiladiganlarmi ko'paydi. Filmga chiqish haqqimi mos qadamda o'sdi. Rasmlari turli moda jurnallarining muqovillariga, e'lon tashviqotlarining bosh betiga, cho'ng ekranlarga chiqib, bir qadamdan ilgirladi. 4-chi o'qish yili oxirlashib, 5-chi yiliga qadam qo'yganda rasmiy holda bosh rolga chiqargan bo'ldi va tomosha sohasida o'bdalla obro'y qozonib, yo'lda uchratganlarmi kaynidan qo'g'lab yurib imzo qo'yg'izadigan, billa rasmga tushib olish, yaqindan bir qitim ko'rib olish uchun qistalashadigan bo'ldi. Uning yurtga qaytqusi yo'q edi. Qaytib bo'lsa, u yerdagidek taraqqiyot fursati bo'lmaydi. Mavluda qizining hamma utuqlarini o'z ko'zi bilan ko'rib turadi. Uningdan faxrlanadi. Xizmatini, o'qishini qo'llaydi va har jihatdan sharoit yaratib beradi. Farida o'zi pul tepishga boshlagandan keyin uning iqtisodiy besimi zo'r darajada yengillangan bo'lib, texi yaqindala opasiga cho'ng uydan bir yurish ep berib, xizmatini qiladiganga oila xizmatkorimi yollab bergan edi. Qiz opasini xotirjam qiladi, kuyinatdi, oliga yetadi. Qancha aldirash bo'lsa-mu, atoydan vaqt chiqarib kelib, uningga hamroh bo'ladi. Faridaning ishlari yaxshilanib ketgandan keyin u oshxona ochmaydigan bo'ldi va uyda o'ltirib, Faridaning ishlarini qo'llash yuzasidan oshxonasini boshqalarga o'tkazib berdi.
qiz o'qish bitirib maktabdan ayrilgan yili o'zining pari xizmat ishxonasini qurib chiqib, tomosha sohasidagi o'rnini yanama mustahkamladi. Ko'rishib turishga qulaylik bo'lsin uchun Urumchidanmi bir yurish uy elib, opsini shu uyga o'rinlashtirib oldi. Shundoq bo'lganda u texmi xotirjam bo'ladi va pat-pat kelib opsini ko'rib tura oladi. Oraning yiroqligidan uncha ham qilmasin bo'ladi. İşlarning yaxshi taraqqiyoti qandoq bo'lib yiroq sahrodagi Fotimalarning qulqiga yetdi, buni hech kim bilmadi. Bir kuni Mavludaning qo'l telefoni sayrab qoldi. Notanish nomer ekanligini ilg'a qilgan Mavluda ajablanibgina telefonni ilibdi. 5,5 yilning oldida yuragiga miq qoqqandek bir pozitsiya bilan orini cho'tli o'zgan Fatima uningga tanishlik berib, uzundan uzun ahvol so'rab ketdi. Bu ishdan hayron bo'lmay desa, hayronligi kelgan Mavluda uning ahvol so'rashlariga loyiqli javob qaytarib bo'lib, uning bu telefon nomerini qanday topganligini so'radi. Fatima to'limi mehribonlik so'zlab uningga qiyin ish yo'q olamda ko'ngil qo'ygan odamga deb ekan. Topay desam topqilib bo'ladi ekan. Yana ko'rishdik mana. deb xuddi orada hech ish bo'lmagandek xirildab ijaydi. Bu hol Mavludani sal yiqimsizlantirgan bo'lsa-mu, yana tuqqandarchilik va odamgarchilik yuz xotirasi uchun uningga illiq chiroy ochdi. Shuningdan keyin Fatima uningga Urumchiga berib Mavluda bilan Faridani yo'qlab kelish o'yi borligini, uzundan beri mushu xiyolni qilayotgan bo'lsa-mu, erining to'liq kasalchan bo'lib qolishi ham uydagi ishlarga yetishib bo'lmaganligi sababidan berib bo'lmaganligini aytib, o'zra qo'yib, basa qarshi oladigan, olmaydiganligini so'rab bezirib turdi. Azaldan mehr muhabbatga zor yashagan, tuqqanchilikni bek cho'ng biladigan Mavluda uning bu gaplaridan olamcha shatlanib, o'shki yog'lari erib ketdi. Shu hamalla Fatimani qizg'in qarshi oladiganligi haqida va'da berib atgili tasliq qildi. Hamda qachon keladiganligini so'rab, katta mehmon qiladiganligi, Urumchining hamma yeriga opirib o'yintadiganligi haqida bir mo'nchi va'dalarni berib atdi. Fatimami o'zining boradiganligidan Faridani xabarlantirib qo'yishni, uni bahli sevganligini, bahli ko'rishkisi borligini aytib, yolg'ondan bir haza mishildidi. İşning kaynida ish borligini kim bilsin? Mavludaning qarshi oladiganligi haqidagi gaplar bilan jallanib ketgan Fatima 3-kunli yo'lga chiqib Urumchiga keldi. U Qur'onga yetib qolgan qo'shkezak o'g'illarni birga ep kelgan bo'lib, hammasining usti boshlardan, butun o'zoyidan namratlik, yo'qsullik to'kilib turadi. Shuncha yiroq yerdan kaginiga qaramay, yo'laqoq, yangoq, bodam degandek narsalardan bir somka ko'tarib kelgan bo'lib, titrab turgan o'ri qo'llari bilan u narsalarni yurtimizning alohida mahsulotlari deb Mavludaning oldiga qo'yganda, uning yuragi peshshida echishib, ko'zlariga yosh keldi. Yiroqni yiroq demay, ularni yo'qlab kelgan Fatimaning bu harakati bilan kona adovatlarni unutib, uningga singillik bildirib, bag'rini keng ochdi. O'g'illarni o'z o'g'lidek ko'rdi. Pulning ko'ziga qaramay usti boshlarini yangi ushladi. Chochlarini yastib, kamar, soatlarni ilib taqtib, pozor shahar bolalaridek yasab qo'ydi. Ular hayotida tunji qitim qimmat baholiq kiyimlarni, oyoqlarni kiyib, ko'zni qamashtiradigan esil soatlarni, kamarlarni taqib, tushirimi ko'rib baxmagan, ozoda, rohat uylarda turib, mamuq to'shaklarda tatliq uxlab, atigini yana tayyor tamoqqa ulgurib, yig'inab qopishdi. Shuningdan keyin ularning yurtiga qaytqisi kelmadi. Hukumatning majburiy ma'rif siyosatiga bo'ysunib, ming tasdiqda to'liqsiz o'tirib maktabgacha o'qigan bu bolalar allaqachon jamiyatga qadam qo'yib bo'lgan bo'lib, na o'qishsiz, na hunarsiz edi. Ular Mavludaning yanida sapmasaq 10 kun turdi. Bu jarayonda yeyish, ichishlari, hajlashlari, kiyim-kechaklari Mavludadan, to'g'riroqini aytganda Faridadan bo'ldi. Biroq Farida bu opsi va ona bir dodi boshqa inillarga qarsini ko'rsatmadi. Mavluda
apsiga telefon berib ahvolini so'rab, xarajat uchun kartasiga necha xonaliq sonda pul og'dirib turdi-yu, ikki apsining navbat bilan yalvurishlarini javobsiz qoldirib, o'zi kelmayli qo'ydi. 10 kun bo'lganda Farida bilan ko'rishishdan umidini uzgan Fatima yurtga qaytishning taraddudini qildi. Asli ketgusimi yo'q edi. Lekin yurtga qolgan eri to'la telefon qilib qaytib kelishga oldirdi berib, uni va bolalarni qo'ymi bilan ko'nib qolgan rohat farog'atlik turmushdan tatib chiqarib olish uchun tiyishdi. Ular bo'libmi bolalar bu uydan, bu yerdagi turmushdan ayrilishga ko'zi qiymay, ming tasdiqga ketishga urindi. To'qqizinchi qism. Ketadigan chaqcha Fatima necha qitimlab maslahat berib, ikki o'g'lini Mavludaga hamroh bo'lib, mushu uyda qilib, uning holidan xabar olishga qoldirib qo'ymoqchimi bo'ldi. Bu gaplar Chechan uy xizmatkori orqali birma-bir Faridaga yetkazilib turdi. Faridamu darhol apsiga telefon berib, uningga bir amallarni qilib, ularni yo'lga selib etishdi. Bolalarni hargizmi yenida ep qolmaslikni topildi. Aslida bu yoshga kelganda yenida hamroh bo'ladigan odam bo'lsa, apa deb chaqirib, mehri yetkazib tursa, shu ko'ngillik ish edi. Ularning hozirgi iqtisodiy sharoitida ikki bolaga hech qancha xarajat ketmaydi. Ammo Faridaning ularni amalba yurtiga ketkazib edi. Shuncha yildan beri izdabmi qo'ymay, endi biroqli kelib yetib-olishi yaxshilikning pesharti emas. Ko'nglim bir shumliqni tuyibli turdi. Ular bizga cho'qim yaxshi niyat bilan yaqinlashmadi. Hozircha yurtga ketib tirikchiligini qilib tursin. Keyinchi o'zim yo'qlab berib, tuqqandarchilikni yetkazaman. Mangadigan chig'ida ozroq ko'nglimizni bildirib tursak, qog'inni keyin yana ahvolga qarab bir ish qilsak bo'ldi. degan gaplari Mavludaga xeyli asosi foyda tuyulib, qizining gapini elib elishni loyiq topdi. Shuning bilan Fatimaning turli tuman sabab ko'rsatishlariga chechanlik bilan taqobil turib, ikki o'g'ilni opsiga qo'shib yo'lga sep qo'ydi. Mangar vaqtida ularning qo'liga 20 ming yuan pulni tutqizib, buning Farida ikkisining ozg'ina ko'ngli ekanligini yetkazib qo'ydi. Ta'sirlanib, ko'zlariga liqqida yosh olgan Fatima Mavludaning qo'lini ching'ida qisib, uningga yenish-yenishlab rahmat aytib ketdi. Shuningdan keyingi bir yilda u yana necha qitim Urumchiga keldi. Her kelganida o'g'illarini birga elib kelib, Mavludaning pulini xajlab, o'zi va bolalarga kiyim-kechak, turmush lozimatliklarini oldirib, telefonlarga bir yil yetkidek so'zlashish haqqi qochilatib, o'ngchi mehmon bo'lib, gap ichib, bu uyni to'limi o'z ko'rib ketdi. Faridaning o'zlariga zodili iliqmaganligini pamlagandan keyin bu ishqimi hili ishlatdi va atoydan yurtdagi oyamdan voz kechib, bayram mezgilida Mavludani yo'qlab keldi. Chunki Farida har qancha aldirash bo'lsa-mu, bayramda cho'qim Urumchiga qaytib opasini yo'qlaydi hamda uyda nech kun turib, bayramni opasi bilan birga o'tkazib bo'lib, yana qaytib ketadi. U da ikki qitimliq bayramdagi ahvoldan xabar tepib, bu ishni uqqan Fatima qizining Beyjingdan Urumchiga keladigan vaqtiga ulgurib kelib, uning bilan zo'rmi-zo'r yuz ko'rishdi. Ko'rishish ancha ko'ngillik bo'lmagan bo'lsa-mu, ayni yilidagi dil azorni unutib ketolmagan Farida bu opsi va inilariga ancha ochiq chiroy ocholmagan bo'lsa-mu, ular ha deganda Faridaga surkilib, hech kimga qilmagan yaqinchiligini qilib, uni maqtab, uchirib, qo'lga keltirgan natijalardan xabar borlig'ini ko'ptirib so'zlab, uning moyilligini qo'lga keltirishga urinib ketishdi. Buningdan ichi siqilgan, ko'ngli g'ash bo'lgan Farida shuncha tirishibmi ularning kirish bilishidan qutulolmadi. Enilarmi hadisi uningga narsa kerak oldirishning qo'yida qilib, eli u narsaning gapini qilsa, eli bu nimasining kamligini tilga elib, ojizdan bu shaharda shu narsalarni qancha pulga og'ilib bo'ladiganligini so'rab, har ig'iz so'zda maqsadlarini yerim yoti bo'lsin ifodalab turishadi. Fatimamo parang orlig'ida yurtdagi uyining ko'nrab o'rlib tushaydi qolganligini, bolalarning dadasining salomatligi yaxshi bo'lmag'achqa ishlayolmaydiganligini,
Şuna yenidən öy salalmay, aşu eski öydə əpləp-səpləp turub kelyatqanlığını, bütün bir ailənin özünün kiçik dokununun kirimiga tayınıb can baqıdığanlığını, oğullar çoğun bob qalğan bilən ya iş orni, ya kirim mənbəyi bolmağanlıqdan barlıq iğrının özüge düşdüğanlığını, özü yalğız tirişib pul tepib bir ailəni qamdab tolımı japada qilyatqanlığını sözləb kelib bir hasa yığlab bədi. Şu qitim Mavludəmu, Pəridəmu ularning özlaridan pul undirib olish maqsadida kelganligini tushunishdi. Yana ayon bo'ldiki, yurtdagi xulum qo'shinlar, urug' tuqqanlar Pəridəning dangliq cho'lpon bo'lib ketganligini, kino, televiziya teatrlarda rol elib, jurnallarga yanfon, televizor, kir alg'u, gram buyumlari, hatto o'ylarning e'loniga chiqqanligini bilar ekan. Ularni bu yerga kelib Pəridəni izlashgimi ashola rag'batlantirganmish. Ashuncha gaplarni anglab turibmi, yana quliqini yopirib, beshini ichiga tiqib olib bo'lmadi. Ularni quruq qo'l yo'lga selib qo'ysa, yurtqa qaytgandan keyin yurtdoshlarga, qo'lim qo'shnilarga o'zi haqida har nimalarni deb yurishi oyoqdagi oshdek aniq ish edi. Ayni yillari o'ziga orqa-orqadan qilganlarni o'ylasag'u bir piyola quruq suv uzatqalimi royi yo'q edi. Lekin Pərida ming jafoda tiklagan obro'y inovatining mushu ish tufayli yer bilan yakson bo'lishini, yurtdoshlarning og'izda vafosiz atalishini xohlamaydi. Vaqti kelganda ular Mavluda opasi bilan o'zini aski qatoriga chiqarib, har nimalarni deyishsa, ularning eg'izni tuvoqlashga amali yo'q edi. Arada bo'p o'tgan ishlarni hamma odamga tushuntirib, asli kimning kimga vafosizlik qilganligini, boshda kimning o'z majburiyatini unutganligi, zodi kimning yuzsizligi tufaylidan bu ishlar kelib chiqqanligini hammaga tushuntirib bo'g'ilib bo'lmaydi. Agar bularning ishi pul bilan tugaydigan bo'lsa, endi yana kelib o'zlarini avar qilmaydiganlar bo'lsa, ularning og'isi bab pulni berib qutulsa, bo'lma arziydi. Shularni o'ylab yetgan Pərida Mavludaga maslahat musammay 300 ming yuan pul urilgan bir banka kartasini Fatimaga tanlab turib, "Men bu kartada 300 ming yuan pul bor. Yurtqa berib yangi uy selishinglarga ham bir qatnash quroli setib olishinglarga yetadi. Ikki balamo bekor yurmay bir kasbning ko'yiga kirsin. Hamisha mundaq yashab umrni o'tkazib bo'lmaydi. Hozir bir ishning peshini tutib olmasa, keyingi umrda jafoda qoladigan gap. Yana bir ish. Apamning salomatligi toza yaxshi emas. Ko'proq jimjit muhitda aram elish kerak. Ko'p mehmon kutib bo'lmaydi. Varanchurun xolamaydi. Uning ustiga ishki yurtning musofa orliqimi xeyli bor. Shunga bek to'la kelib olmay, ko'rishgingiz kelsa, telefon urib ahvol so'rab tursangiz bo'ldi. Men ishlarimni bir iziq selib olsam, opam ishkimiz sizlarni yo'qlab yurtga boramiz. Uning bu gaplaridan "Amdi bizni izlab kelayvermanglar" degan ma'noni aniq tushungan Fatimaning chiroyi o'chida turardi. Mavludaning ismini atmay turib, Udulla opam deb atishi yurakini mo'chib ketdi. Yelimo esida turibdi. U 12 yoshga kirgan yilidan, ya'ni Mavludaning yeniga kelib olib, sahrodagi uyga bog'liq unamagan vaqtdan tortib, Fatimani opa deb chaqirib boqqani sanoqliqlar. Oliy maktabga minishning oldida bir qitim qattiq ranjishib qilib, shu ketgunicha faqatli izlashmaganidan hozirga qadar hatto bir qitimmi opa deb chaqirib Ahmad. Amdi kelib Fatimaning ko'zchila qilchimi qondashligi yo'q, to'lg'oq azobini tatib baxmagan, talodin akirib beqib qo'ygan bu beqovagan opasini opa deb chaqirib, o'zini bo'lsa ishkiga kelgan divonini qo'g'lagan deb o'ylayotdi. O'ylaslar alam bo'ladigan bu xiyolni u har qancha qilibmi kallasidan ketkizolmadi. Ammo qo'lidagi 300 ming yuan pul bor deyilgan banka kartasiga qaraganida bu xapchiligi unutilib, Pəridaning gaplariga yuvashlik bilan ma'qullik bildirib o'ltirdi. Uning chiroyining tutilib ketgani va ko'nglining g'ashligi bilan hisoblashib o'ltirmagan o'g'illar bo'lsa, opasining qo'lidagi kartadan ko'zni uzisholmay, gul qaqalari echilib ketyotdi. Ularni yo'lga selib bo'lib, ko'ngillari tingan Pəridaning xotirjamligi uzoqqa bormadi. Fatima oz kun o'tmayla yana pul so'rab, u bergan pulning uy silishga yetmaganligini,
yana ozroq pulga ehtiyojli ekanligini aytib bezirib turdi. Sahra yeri deganda 300 ming yuan yetmagudek darajada bular zodi qanchalik uy sanmoqchi. U yurtning sharoitida shahar ichidan bino uy olay desimi o'ptallab bir yurish uy kegidek pul tursa. Bularni aytdi shu to'tli jon tursa, har qancha bo'lsa-mu uyni qavatlab sanmas bo'g'iydi. Shularni o'ylab, arvoyi ushqan Farida o'zini bekmo tasdi tutib oldi. Eliq chog'da yanfonozni ko'rib baqay deb elib o'zining yanfonoga uribla nomerni kirgizib olgan qondosh inisiga ochchig'i kamas keladi. Xayr, bu bo'g'ay. Agar o'zi bilan aloqalashamagan bo'lsa, baribir Mavlida opasini izlab pul so'raydi. Mushning bilan tuga deb o'ylagan Farida bu qitimmi uning qo'lidagi banka kartasiga 100 ming yuan pul urib berdi. Ammo ishlar buninglik bilan tugamay, eli Fatima, eli inilari telefon urib pul so'rab berib, oxiri uning jahlini otirib qo'ydi. Tamasha sohasida nom qozongan bu yillarda Farida ancha-muncha xayr-saxovat ishlari bilan shug'ullanib kelayotgan bo'lib, Mavlida opasi uningga odam yaxshi kun ko'rganda atrofidagi ol kuni yaxshi emas qarindoshlarini unutib qolmaslikdi. Shu orqali jamiyatdan erishgan yordamlarga yana jamiyatga yaxshilik yondirish bilan javob qaytarish kerakligini ta'kidlab kelayotgan edi. U iyoni bergan maktablar, mahalla komitetlari, oilasida qiyinchiligi bor sababli davolanolmayotgan og'ir kasallar ko'p edi. Lekin hech qaysisi Fatima opasiga o'xshash uning yaxshiligiga to'ymug'urlik bilan javob qaytarib, berganga to'yg'izib, davomliq ba deb turib baxmagan edi. Yana bir jihatdan u Fatima opasiga pul berayotgandan beri jamiyatda qilayotgan xayr-saxovat ishlari o'ksib qolgan bo'lib, uni izlab yordam talab qilayotgan o'rin va shaxslarga u o'zi vositachisi va yordamchisi orqali ahvolni aniqlatib yordam bermoqchi bo'lgan kishilarga qiladigan saxovat ishlari o'zilib qilyotdi. Shuningga yarasha Fatima opasi u bergan pullarga qanoat qilgan bo'lsa, ora kunda 6 qitim izlab pul so'ravermagan bo'lsa bir nuri edi. Biroq bu ishlar qachon qarsa shu xilda davomlashib, Fatima opasi bilan inilarining hech qachon to'shmaydigan yanchuqlari eg'izlarini echib turaverdi. İşlar oda şundaq davamlaşqandan keyin Farida sal cho'chib qoldi. Hisoblab baxsa, hozirgacha ularga bergan pullar 1 million yuandan eshib ketgan. Lekin ularning qiyinchiligi pul kerak bo'ladigan ishlari zodila tugamagan edi. Mavlida opasining tasalli berib, ko'nglini yasab, yaxshi gaplarni qilib turilishi bilan biroqli yuzini o'rgili texi bo'lmadi. Oxiri ularning ahvolini o'z ko'zi bilan ko'rib beqish istigida yordamchisini elib, atoyitan Fatima opasining uyiga borgan Farida hayronu has qoldi. Ular shuncha vaqtdan beri Fatima bergan pullar bilan keng kushadi yeb ichib, cho'ng xajlab rohat turmush kechirgan bo'lib, uylarini hech bu yillarda yangidan sog'anda qilmaydi. Va yaqinda deyilgandimi, selinganiga 10 yildek bo'lib qolgan xish qurilmaliq 4 egiz uy, bir oshxona, bir muncha, chaqqong'ini bir o'yla, ancha muncha qo'nrashqa, tamla tegidan saylab oqirishga boshlagan bo'lib, qo'lim qo'shillardan so'rash orqali bu uyning silinganiga haqiqatan 10 yildan oshqanligini bildi. Qarasa uy ichida yangidan ilingan biror tal narsaning tayini yo'q. Usti boshlarga qarasimi yana shu beti. Ammo pullarni so'rasa udulliq hajlab tugatgan. Bu halga g'azbi tashqan Farida ulardan bahli umidsizlandi. Mangni qismi ulardan yanala vafo kelmaydiganligini, bu pullarni tepish jarayonida chekkan jafolarni tushunmaydiganligini, kech kunduzlab ishlab film suratga elish maydonida gohi arg'amchiga bog'lanib uchirtilib, gohi daraxtga bog'lanib qamchi bilan savodilib, ba'zida muzdek suvga cho'kib to'nglab titrab, yana ba'zida o'lganning rolini elib qayta o'lib, texi ba'zida egiz qiyolardan o'zini tashlab, pastda tutib turilgan yal xaltalarga tushib, ta'liyi o'ngdan kelmay qolsa, yal xaltasidan qanqib ketib,
qattiq yerga tushib, yaralanib, necha oy balnesda yetib davolanib yurib, ming bir mushaqqatlarda topgan pullarining ularning bozib kechishi bilan necha kundalik tugab turganligini o'ylaganda, uning ichi bakma serildi. Qancha qitimlab takror suratga olgan qatnash hadisi ko'rinishlari, qancha qitimlab o'zlariga badaniga patgan aynak parchalari, mix, tömür, yog'och sunuqlari gerçi tahlidi sahne yaptığı bolsumu özüge tushliq ağır ish, jon qiynash roli bor edi. Ko'rming rad yiqilish, so'qilishlar. Ishqilib bu kasbning haqiqatan oson emasligini u bu yillarda to'liq tushungan, nech qitim film suratga elish maydonida o'ngrab yig'labmi ketgan edi. Lekin o'zi tanlagan yo'l bo'lganligi, istiqbolining parlaq ekanligi, jafo chekmasa alovat ko'gilib bo'lmaydigini bilganligi uchun u tishini tishlab chedigan. Aman bir kuni mushu jafolarning rohitini ko'rdiganligiga cheksiz ishongan edi. Mana amdilikda opiliq majburiyatini unutgan og'ri tosh bir ayol uning qon ter badaliga topgan pullarini g'azongdek so'rayotdi. Bu zodi qandoq yurak uningdiki. O'ninchi qism. Azobdan yuragi chaq-chaq yerilgan Farida hammani taqdiridan ko'rdi. Mushundaq bir onaning vujudidan to'rilib qolgani uchun echindi. U Mavluda opasining qayta ta'kidlashiga asosan Fatimaga yoki inilarga bir eg'izga chog'liq qattiq tegmadi. Lekin ep kelgan sovg'atlarni chiroyliqini oldiga qo'yib, tamaq yeb bo'lsimi mening deb qancha tutqanlarga unamay, qandoq kelgan bo'lsa, yana shundoq qaytib ketdi. Shuningdan keyin Farida o'zining va Mavluda opasining yonfon nomerini o'zgartirdi. Uydagi xizmatkor ayolning yonfon nomerini majburiy o'zgartirdi. O'rimchiga beribla boshqa yerdan uy setib olib, asldagi uyni uy-mulk shirkatining setib berishiga topshirib, uy-mulk shirkatiga yuqori summada sherin qani berish badaliga maxfiyatlikni qat'iy saqlash kerakligini, o'zining yangi adresi va yangi telefon nomerlarini hech kimga aytib bermasligi kerakligini mahkam topilibdi. Farida bilan Mavluda bergan pullar buzib kechish jarayonida tugab, yanchuqlari quruqdilib qolgan ota bolalar yana Fatimani siqishga boshladi. Ikki o'g'li va erining besim ishlatishi bilan davomli Faridani izlab pul so'rashdan boshqa iloji qolmagan, ammo har tarafga qatirib yuribmi uning derkini ololmagan Fatima kun bo'yi bu tug'ibli qo'ygan, lekin boqmagan qizini izlab har yerda tamiz qilib yurdi. Pul berganda bir obdan xajlagan eri bilan o'g'illari uni o'rimchiga berib Faridani izlashga qistidi-yu, kirog'i ketarlik pulni bergili unamadi. Shu burxturumliqda yurib, kichkina do'konning bar dasmoyisimi o'g'illari tarafidan so'rib tugatildi. Ayni chaqda Mavludaning oltin zibu zinnatlarini mavi chiroyliqkan, buning pasoni bo'ladi ekan. Voy, mavi yangi chiqqan pason o'xshamamdi deb maqtab, shularga ko'zi tushib qolganligini har tarafdan bildirib yurib, uning bir muncha oltin jabduqlarini akvagan edi. Mana endi yetib yesi tag'mi to'shmabdi degandek, ashu narsalarni setilib, puli xarajat qilinib tugadi. Bu mezgilda yuqori saviyalik iste'molning rohat farog'atlariga ko'nib qolgan, hatto tamakisini pulga o't yiqib tutashtirib, oyig'ini pul bilan surtish darajasiga berib qolay degan enalar opasiga pul berdib uni qang'ir qaqshitib, jinidan jah to'yg'idek holga keltirib qo'yilib majburlik, tanqislik iskanjida qiynalayotgan Fatima o'ziga qilchimi mehri qolmagan qizi Faridadan og'rindi. Mushu holda tursimi, opasi bo'lgan o'zini o'ylabmi qo'ymaganiga, pulini, vaqtini o'zidan oyig'iniga, ko'rishgili unamay, har amallarni qilib qechib yurganiga, telefon nomerlarini almashtirgani yetmay, uydanmi ko'chib ketganiga og'rindi. Uni ichida minglarcha tillig'ash taraf-tarafga qatirib izdidi. Ammo hech yerdan uchrab bo'lmadi. Texi bir qitim telegraf shirkatining oldiga Faridaning rasmi tushirilgan yanfon e'lonining esiq turganligini ko'rib, ichiga kirib, telegraf xodimlaridan uning uchurini surishtirib, ularning bilmaymiz deganiga unamay bir haza urushib, yo'lsizlik qilib ketdi.
telegraf xodimlari uningga buning faqat savdo e'loni ekanligini, ashu markadagi Yanfon shirkatining uni obraz vakili bo'lib berishga taklif qilganligini, uning obrazdan foydalanib mahsulotlarini tashviq qilib sotadiganligini, bu yerdagilarni hech kimning Faridaning uchurini, telefon nomerini bilmaydiganligini qayta tushundirgan bo'lsa-mu, faqatlik gap yemay jidallashib, tas qoldi soqchilar kelib aralashqani. Uda necha oy izlabmu qizining derkini ololmagan Fatima o'zining oilaviy ishlaridan butunlay xabar bor bir tonishining da'vati bilan televiziyada bevosita ko'rsatiladigan ko'rilish nisbati alayda yuqori bo'lgan qizini majburlab chaqirib kelgili bo'ladigan 100 programmasiga chiqib, shu yerda onalik da'vosi qilib, qizining o'zdek hol kuni ancha yaxshi bo'lmagan jafokash bir opasini tashlab o'tganini, aslida o'zini qochirishga tegishli emas turib, bolalik majburiyatini ado qilmaganligini xalqqa olamga yeyib, Faridani passiv ko'pchilik fikri orqali beqish mas'uliyatini ustiga elishga majburlash, ondan uningdan yuqori sumada beqish rasxodi berish bilan bir vaqtda binodan bir yurish uy va ikki inasiga birdan mashina elib berishni talab qilish qaroriga keldi. Eliqi tonishining ko'ptirib tushundirishi, zo'rlab turib bir necha qism programmani to'liq ko'rsatishi orqasida Fatima mu shundoq qilsa bo'ladiganligini o'ylab yetdi. Bu tonishi ko'rsatgan necha qism programmaning hammasida shikoyat qilguvchi taraf yengib chiqqan bo'lib, bularni ko'rib bo'lgandan keyin uning ko'nglida agar o'zimi Farida ustidan shikoyat qilib programmaga chiqsa, shaksiz yengadigandak, shu joyda Faridani taslim qilib, uning pul melidan obdalla shulva qilib bo'ladigandak tuyulib bormoqda edi. O'ylagan seri yengib chiqishga ishonchi urg'ib, programmani ko'rgan seri o'zini yangichilar qatorida his qilib, shirin tuyg'ularga cho'mgan Fatima ikkinchi qitim onalik obrazini unutib, qizini yer bilan yakson qiladigan bu qadamni besish qaroriga keldi. Voy, qanaqa bo'ldi? O'ylashib bo'ldingizmi? Tang yormasda Farida texi o'rnidan turmasdala, uningga telefon bergan Nurshad ahvol so'rashni unutib, shularni so'radi. O'ylamamdigan janoblari, voy o'ylamamdigan. Kecha uxlamay o'ylab, beshimning ishimi shu ish, tishimi shu ish bo'lib ketdi deysizlar. Hey, bu programmaga chiqishdan zadil qutulamamdim men. Men o'ylasam-mu qutulamaydigandek tursiz. Tunugun kechda dedim-ku sizga. Agar siz chiqmayman deb rad qilib-singizmi, ular sizni qatnashtirmay suratga eliyverdi. U chog'da bo'linadigan gap so'zlarga, siz to'g'riliq chiqadigan fitna fasodlarga hech qaysimiz qarshi tura olmaymiz. Ish qilib mening tavsiyam, yanada qo'shilsangiz yaxshiroq bo'lamki. Undaqda agar qo'shilib qolsam, ular programmaga chiqish haqqiga qancha pul bermoqchi ekan? Odatda oilaviy majaralarda qatnashuvchilarga programmaga chiqish haqqi bermaydi. Biroq soda yoki san'at sohasidagi dangdar kishilar bo'lib qolsa, ular haq talab qiladi. Ya'ni sizga o'xshash tomosha sohasida belgilik o'rin tutgan, nomi chiqqan san'atkorlarga haq berib taklif qilib, programmaning ko'rilish nisbatini yanada oshirdi. Ularning deyishicha, boshlanish bahosi 30 ming ekan. 30 mingdan 100 minggacha deydi. Bo'lmaydi. O'z oldiga xizmat ishxonasi bor, davlat ishi sirtida yuqori obro'ga ega mendek san'atkorni necha soat programmaga qatnashtirib, aran deganda 30 mingdan 100 minggacha haq beramdi ekan. Mening filmga chiqish haqqimning bir qismig'ila 380 ming yuanda yuqori ekanligini aytmadingizmi ularga? Ashundaq odam zaliqisi qarab turdingizmi? Voy, bu sizga shunday haq berdi deganlik emas. Ularning bundan burunqi o'lchimi shu. Lekin biz o'zimiz talab qilsak bo'ldi. Biz deganga kunsa shu bo'yicha bo'ldi. Qimmat ko'rsa murassalishimiz. Murassada birlik kelamisak, ondan bu son programmani ishlashga qarshi chiqsak bo'ldi. Mushundaq gap bu. Amsi yaxshi ekan. Menga 1 million yen bersa, bu son programmasiga chiqib berishga ma'qul bo'lay. Siz paranglashib beqing. Chaqchaq qilyotmaydigan siz. Bundaq desak biz bilan murassalashmaylar o'z oldiga suratga eliverdi-jimi? Ular qabul qilaydigan, ish bo'lmaganda maslahatga imkoniyat qo'ygan asosda shart qo'yaylik banu ayim. Haq pishidilla cho'ng sakrab ilgirlab ketsak ish o'xshamay qiladi. Amsi qanday qilamiz? Bundaq bo'lsin-a? Oldi bilan biz 700 ming yuan talab qilaylik. Shuningga ma'qul desa texi yaxshi. Ma'qul ko'msa o'zining o'ylig'ini deydi. Ahvol qarab baxmamdiq. Bo'ladi, amsi shunday qilaylik. Qog'inni sizga topshirdim. Menga ahvolni vaqti-vaqtida deb turing. Boshqa ishlarda o'zingiz xohlagancha qaror qilsangiz mayli, lekin bu ishda men xabarsiz biror shartga ma'qul bo'lmang.
Bu mening hayot mamatimga ham tomosha sohasida davomli putirab turish turamasligimga munosabatlik cho'ng ish. Har qanday ish bo'lsa maslahatlashib qaror qilaylik. Albatta. Uningda chatoq yo'q. Biroq sizmi opingiz? Yo'q. U ayolning programmada siz to'g'riliq nima deganligini bilmaysiz aqchon. Shunga ideyaringizda tayyorlik bo'lsin. Nimalarni so'rsa, nimalarni deyish haqida tayyorlik ko'rib qo'ying. Javob topadigan bo'ldingiz. Xayrat qiling. Nashti qilib suratga elish maydoniga menishning tayyorligini qilg'uchi ishdan chiqib maxsus shofra haydab kelgan mashinaga chiqqicha film maydoniga kelib tayyorlanayotgan maydonni ko'zdan kechirguchimu zehnini yig'olmagan Faridaning kayfiyati turaqsiz edi. Elidan hilga qilayotgan ishidan ozoddi. Eli qo'ygan nemisni birdamda unutib qoladi. Jiddiylashatdi va usumusmu bekardilla suv ichatdi. Girimchikning chochlariga har xil yolg'on choch va bosh bezaklarni qistirib, qadimki zamoncha choch shakli chiqarishlari, kiyimchikning 2-3 odamga bemalol yetgudak uzun, ham yanglari bulangshib turadigan qadimki xan davri kiyim-kechaklarni üstülab kiygizishlari, buningdan burunqi vaqtlarda ko'ngillik, qiziqarlik tuyulgan bo'lsa, bugun zerikishlik ham avarchilik tuyulib, ichib tushishga boshladi. Girimchik, kiyimchik va zibu zinnatga mas'ul xodimdan minutda bir qitim so'ragan tugimidimi degan savoliga oz qoldi degan javoblar kelaverib, uning yig'isini qistab qo'ydi. Uning Asiyadining bu yerda emasligini, deganda diqqatini yig'olmayotganligini payqagan rejissyormu xotirjamsizlanib, pat-pat kelib uning ahvolini so'raydi. Oxirgi qitim kelganida görimi putkilayotgan bo'lib, Faridaning ko'zlaridan agib qolgan yoshlar filmning bugun suratga e'lanadigan qismiga faqat maskanmaydi. Ashundaq delg'ulliq ichida turganda asrab o'midab Nurshat kirib keldi. Nega ketdingiz? Farida o'rnidan chachirab turib, tag'ardek kangri yanglari bor qadimki zamoncha xonish kiyimini so'rabla uning oldiga yugurdi. Odam jiddiyleşib o'lay davasa o'zingiz bilgan yerlarda yurdikansiz. Özüm bilgen yerler emas, sizin bildiğin yer. İlki işlerini değişip geldim. Aldırmay durun ha. Dimimni ile olay. Vay can, adamni tutqinmay deysiniz-chu. Programma 1-20 saatda bütünley suratga elinib, bevosita tarqatilib oxirlashar ekan. Qatnashishni ma'qul ko'rib qolsangiz, 500 ming yuan programmaga chiqish haqqi beradigan, ham yilqi ayolga suratga ilib tarqatish jarayonida bo'lmag'ur gaplarni qilmaslik haqida oldin jiklab qo'ydigan bo'ldi. Faridaning ko'nglidagi ansizlik sal besiqqandek bo'ldi-yu, darhalla asliga qaytib oldi. Ko'nglim tuyib turdi. Bu qitim ishlar xeyli qalayimqan bo'lib ketadigan qildi. Bu programmaga chiqsammi, chiqmasammi o'xshashlar nom obro'yimga nisbatan foydasiz ahvollar yuz berdigandek tuyulyotdi. Bu programma qatnashishning ishini qo'yib, shu ayolni izlab tepib, chiroyli paraqlashib, shartlari bo'lsa maslahatlashib, uni bu programmaga chiqishdan to'sib qolsam, sizcha qanday bo'lar? Menchug'u bo'ldi, lekin u ayol o'ynaydigandek emas. Qanday deysiz? Uzun yil vositachingiz bo'ldim. Qaysi ishda nimalarni o'ylaydiganligingizni, qaysi ishni qanday bir taraf qilishni xohlaydiganligingizni obdan bilaman. Shunga sizning o'rningizda u ayolni izlab tepib ko'rishdim. Boyitiga shu yerdan kelishim. Lekin u ayolning qarni bek cho'nkan. Odam o'ylab baxmagan gapni qilib tushdi. Siz uning shartini qabul qilib bo'lmaysiz. Qabul qildingiz degan taqdirdami, yana necha yil jon tikib bekorga ishlashingizga to'g'ri keldi. Nima deydi? Programmaga chiqishdan to'sib qolmoqchi bo'lsangiz, oldi bilan uningga 5 million yuan beqish haqqi berdi ekansiz. Ikki qandash iningizga bir yurishdan o'y, birdan mashina ip berib, ondan kat to'y qilib xotin ip berdi ekansiz. Uningdan keyin voy, ishimni siqmay tezroq deysingizchi. U shu yuqorida deb o'tganlarimning hammani bajar keltirishdan sirt, yana nopos tavalligingizni bu shahardagi turishlik tavallikdan u ayolning oilasiga yo'tkaydi ekansiz. Yana texi Mavluda apingiz bilan ona bolalikdan tinib, mangu izlashmaydi ekansiz. Shu ayolni apa deb chaqirib, bir umr shuning bilan birga turdi ekansiz. Nima? U sarang bo'pti-ku. Qanday chekinashgan, qamlashmagan shart bu. Nurshatning oxirgi gaplari qo'liqiga tosh bilan urgandek bilingan Farida va ayni birsi beqinini chimdigandek andikib cho'chidi. U Nurshatni
chaqchaq qilyapamdi degan o'y bilan uning chiroyiga zan selib qaradi. Biroq u chaqchaq qilgandek emas edi. Bu chekidan oshgan shartlarni o'rinlash bilan programmaga qatnashishdan iborat ikki yo'lning birini tanlash tangliki Faridani xeyli jiddiylashtirdi. Fatima opasining shartini qabul qilib bo'lmaydi. Pul berib, inilarga uy, mashina va xotin elib beribla qutulg'ilib bo'lsa-ku mayli. Ammo u ayol Fatima opasi o'zini vaqtidan boshlab beqib cho'ng qilgan. Eng samimiy, muqaddas onalik mehrini bergan Mavlida opasidan ada juda bo'lib, mening yenimga qaytib keladi. Noposini mening uyimga yo'tkaydi va umr bo'yi meni apa deb chaqiradi. Mavlida opasini ikkinchilab izlamaydi debdi. Bu shart har qancha o'ylasimi Faridaning qabul qilish doirasida emas edi. Mavlida opasidan ada juda bo'lib ketish talabini qo'ymagan bo'lsa, kashki pul, uy, mashina va to'yning g'alvasi bilanla bu nafsi yomon ayolning shartlari ado bo'lgan bo'lsa, ashu programmaga chiqmagan bo'lsa,